هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Rum tefsiri 22. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Dövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Rum suresi 22. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın asmanlarını, ziminni yaratkanlığı, tilleringlarning, rangilleringlarning xilma-xil bo'lishi Allah'ın kalami kudretini ko'rsatadigan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Sizlarning kechasi va kunduzi uxlashinglar, kunduzi Allah'ın merhametinden rızık talep kılıp hareketlenişinler, Allah'ın kemalı kudretini gösterdiğin alametlerindendir. Şek şüphesiz ki bunun da anlaydığı kavim için nurgun ibretler var. Allah'ın asmanlarını, ziminni yaratkanlığı, tilleringlarning, rangilleringlarning xilma-xil bo'lishi Allah'ın kemal kudretini gösterdiğin alametlerdendir. Yani Allah'ın şundak igiz, şundak kengri, rengi süpsüzük, turgun ve seyyari yıldızları intayin parqıraq asmanlarını yaratkanlığı ve bir-biri bilen tutuşup ketken ziminni, onundaki tağlarını, vadilarını, denizlarını, çöl cezirelerini, hayvanlarını ve daraxtlarını yaratkanlığı Allah Teala'nın büyük kudretini gösterdiğin alametlerindendir. Tilleringlarning, rangilleringlarning xilma-xil bo'lishi, yani Arap tili, Tatar tili, Karaj tili, Rum tili, Fransuz tili, Berber tili, Türk tili, Habeş tili, Hindi tili, Acem tili, Sakalibe tili, Hazar tili, Ermen tili, Kurdi tili ve bundan başka Adem avlatlarının Allah'tan başka hiç kim bilmeydiğin xilma-xil tillarni, ularning rangilarining, yani tashqi rangi ro'yining xilma-xil bo'ladiganligini ko'rsatdi. Allah Adem aleyhisselamni yaratgandan tortib qiyomatgacha bo'lgan ahli dunyodan har bir odamning ikki ko'zi, ikki qashi, burni, peshonasi, eg'izi, ikki mangzi bor. Ularning biri yana biriga o'xshab qolgani yo'q. Obdan mulohiza qilinsa, cho'qim uning oshkora yoki yo'shirin biror shakli qomati yoki gap so'zi bilan uni farqlantirgil bo'ladi. Her qandaq chiroy o'ziga xos uslub va shaklda bo'lib, yana bir chiroyga o'xshab qolmaydi. Agar biror guruh odam güzellik ve sertlikte bir-biri bilan o'xshib qolsa-mu, ulardan her birinin yana biridan cho'qim farqlanadigan yeri bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Sizlarning kechasi va kunduzi uxlashinglar, kunduzi Allohning marhamatidan rizq talab qilib harakatlanishinglar Allah'ın kemal kudretini gösterdiğin alametlerdendir. Yani kecha ve gündüzde iş hareketten toxtab rahat tapadigan, erip charchashni tugitadigan uykunu yaratganlığı Allah Teala'nın büyük kudretini gösterdiğin alametlerindendir. Allah Teala sizlerinin gündüzde rızık yollarını izlep
atrofga torlashinglar va safarlarga chiqishinglarning imkoniyatlarini yaratib berdi. Bu uyquning dal aksidir. Shek shubhisizki, buningda anglaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. Ya'ni anglab esida ching saqlaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. Allah'ның sizlarga chaqmoqni qo'rqinch va umid qilib ko'rsatishi, bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni terildirishi Allah'ның kamal qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Tushunaydigan qavm uchun buningda shak shubhisizki nurg'un ibratlar bor. Allah'ның osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allah'ның kamal qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ondan Allah qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa darhol chiqsizlar. Allah'ның sizlarga chaqmoqni qo'rqinch va umid qilib ko'rsatishi, bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni terildirishi Allah'ның kamal qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ya'ni yoki chaqmoqdan keyin yog'adigan qo'rqinchli qattiq yomg'irlardan va jonni oladigan guldirmamolardan qo'rqsizlar. Yoki chaqmoqning yengil chiqishini, chaqmoqdan keyin yog'adigan ehtiyojli yomg'irni umid qilasizlar. Zamin giyosiz, hech narsa yo'q, qaqasliqqa aylangandan keyin uningga yomg'ir yog'sa, u jonlanadi va ko'pishidi. Türlük chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Buningda qiyomatning qoyim bo'lishini ko'rsatadigan ro'shan dalil va ibrat bor. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Tushunaydigan qavm uchun buningda shak shubhisizki nurg'un ibratlar bor. Ondan Alloh taolo mundaq deydi. Allohning osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allah'ның kamal qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Osmonning zaminga tushib ketmasligi uchun Allah osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allah'ның izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chaqda tushib ketishi buningdan mustasno. Allah haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qasam qilsa mundaq qasam qiladi. O'z amri bilan osmon zaminni tushib ketishdan to'xtatgan zot Alloh bilan qasam qilaman. Ya'ni osmon zamin Allohning amri va bo'ysundirishi bilan mustahkam turdi. Ondan qiyomat kuni bo'lsa, zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylandi. O'liklar Alloh taoloning buyruqi va chaqirig'i bilan qabrlardan terik holatda chiqadi. Ondan Allah qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Şu kunda Allah sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamd aytib ijobat qilsizlar va dunyoda faqat ozgina tug'andek o'ylaysizlar. Bir sayha ya'ni Israfilning surchilishi bilanla ular ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoldi. Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, Allohning mahluqotidir va Allohning tasarrufi ostidadir. Hamma Allohga bo'ysunuvchidir. Mahluqotni dastlabda yo'qdan bar qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin terildiradigan Alloh ana shudir. U ya'ni mahluqotni terildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bar qilgan qaraganda o'ng'aydir. Osmonlarda va zaminda eng oliy sifat Allohga xosdir.
Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Osmonlardagi va zimindagi hamma Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir. Allohning mahluqotidir va Allohning tasarrufi ostidadir. Hamma Allohga bo'ysunuvchidir. Ya'ni ixtiyoriy va ixtiyorsiz holatda Alloh taologa bosh egkichidir va uningdan qo'rquvchidir. Mahluqotni qayta terildirishning asos ekanligi to'g'risida. Mahluqotni dastlabda yo'qdan bor qildigan, ondan uni o'lgandan keyin terildiradigan Alloh ana shudir. U, ya'ni mahluqotni terildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilgan qaraganda o'ng'aydir. İbn Abu Talha İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni u Alloh taologa osondir. Mujahid: mahluqotni dastlabda yo'qdan bor qilish Alloh taologa osondir. O'lgandan keyin terildirish dastlabda yo'qdan bor qilgan qaraganda Alloh taologa texim osondir. Ikrima va boshqalarmi mushuning o'xshash dedi. İmam Buxoriy Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh mundaq deydi: Adem avlodi meni inkor qildi. Bu uningga loyiq emas edi. U menga til tekkizdi. Bu uning haddi emas edi. Ammo uning meni inkor qilganligi, uning Allah meni dastlabda yo'qdan bor qilgandek o'lgandan keyin meni hargiz terildira olmaydi deganlikdir. İnsonni o'lgandan keyin terildirish men uchun uni yo'qdan bor qilgan qaraganda texmi osondir. Ammo uning meni tillaganligi, uning Allah o'ziga bola tutdi deganlikdir. Men birdan bir ilohdirman. Hamma Allohga muhtojdir. Allah balı tapqan emas, tug'ilganmi emas. Hech kishi uningga tengdosh bo'la olmaydi. Subhanalloh. Osmonlarda va ziminda eng oliy sifat Alloh taologa xosdir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi Allah Teala'nın hiç şeyi Allah'a o'xshash emasdir degan ayetinin ma'nosiga o'xshaydi. Qatada mundaq deydi: Allah Teala'nın sifati, Allah Teala'dan bo'lak hech iloh yo'q. Bir ilohdan boshqa hech Rabb yo'q degandan iboratdir. Allah sizlarga o'zinglardan bir misolni keltirdi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning shirik bo'lishiga, u barida ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqqandek qo'rqishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, mahluqotning Allohga shirik bo'lishiga qanday rozi bo'ldinglar? Tushunadigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Undaq emas, ya'ni Allohga shirik keltirishda ularning hech qanday o'zrisi yo'q. O'zlariga zulm qilganlar bilimsizlikdan nafs xohishiga ergashdi. Allah gumroh qilgan odamni hech kim hidoyat qila olmaydi. Allah gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ularga hergiz yardım qiluvchi bo'lmaydi. Allah Teala'nın bar ve birlikini ko'rsatadigan misol to'g'risida. Allah bu misolni Allah Teala'ga shirik qilib olgan butlarining shiriklarining Allah Teala'nın qullari ve mulkleri ekanligini e'tirof qilib turibmi? Ularni Allah Teala'ga shirik qilib olgan, Allah Teala'ga boshqa narsalarni qo'shib ibodat qilgan mushriklar uchun keltirdi. Ular talbiya aytganlarida mundaq deydi: Biz sening chaqiriqingga ovoz qo'shib keldik. Sening bir shirkingdan boshqa shirking yo'q.
sen onunğa ve onun igdarçılıqidagi narsaga egisan. Allah sizlarga o'zinglardan bir misol keltirdi. Ya'ni sizlar o'zinglardagi bu misolni ko'rib tursizlar va tushunib tursizlar. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning shirik bo'lishiga, u borida ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqqandek qo'rqishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, maxluqotning Allohga shirik bo'lishiga qanday rozi bo'ldinglar? Ya'ni sizlardan birmi odam qulning o'z mol-mulkiga shirik bo'lishiga, u mol-mulkda o'zining va qulining barobar bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqqandek qo'rqishga rozimisizlar? Ularning sizlar bilan mol-mulkni bo'lishib ketishidan qo'rqsizlar. Abu Mujlis mundaq deydi: Shek shubhisizki, sen qulingning sening mol-mulkingni sen bilan bo'lishib ketishidan qo'rqib qolmaysan. Chunki uning mundaq qilishiga haqqi yo'q. Alloh taolamu shuning misoliga o'xshaydi. Uning hech shirki yo'qdir. Buning ma'nosi sizlarning biringlar mol-mulkiga qulining shirki bo'lishini yoqtirmaydi. Undaqda sizlar Alloh taolaning maxluqotlarini Alloh taolaga qandoqmi shirik keltirsizlar degandikdir. La havla va la quvvata illa billah. Tabarani İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar mundaq talbiya aytadi: Ey Alloh, biz sening chaqiriqingga ovoz qo'shib keldik. Sening bir shirkingdan boshqa shirking yo'q. Sen uningga va uning egitarchiligidagi narsaga egisan. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning shirik bo'lishiga, u borida ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqqandek qo'rqishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, maxluqotning Allohga shirik bo'lishiga qanday rozi bo'ldinglar? Mana bu misol eng afzal va yaxshi uslub bilan Alloh taolaning shirkdan ado juda va pok ekanligini ko'rsatib turibdi. Alloh taolo deydiki, tushunadigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Ondan Alloh taolo mushriklarning faqat o'zlarining do'tligidan va bilimsizligidan Alloh taolodan boshqaga cho'qindiganligini bayon qilib bundaq deydi: Undaq emas. Ya'ni Allohga shirik keltirishda ularning hech qanday o'zrisi yo'q. O'zlariga zulm qilganlar bilimsizlikdan nafs xohishiga ergashdi. Ya'ni mushriklar butlarga cho'qinishda bilimsizlikdan nafs xohishiga ergashdi. Allah gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ya'ni agar Allah ularning gumroh bo'lishini putib etgan bo'lsa, ularni hech odam hidoyat qila olmaydi. Ularga hargiz yordam qiluvchi bo'lmaydi. Ya'ni Alloh taolaning o'rinlashtirishidan ularni hech qutuldiruvchi bo'lmaydi va ularga panoh joy berguchi bo'lmaydi. Chunki Allah xohlagan ish bo'ladi, xohlamagan ish bo'lmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Alhamdulillah. Yuqorida Rum surasi tafsiridan 29-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.